Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlar. 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Guruh bo'lib harakatlangan transport vositalari aniqlandi. Nima sababdan buni qayta jihozlab qo'yibsiz? Tog'amda bormani dammas. Dammas minish sang dammas. Super salon keremas. Qaytib bunaqa ishlarga umuman qo'l urilmaydi. Endi uzr so'rayman, bilmasdan xatolik qilib qo'yibman. Boshqa bu ishni takrorlamaslikka va'da beraman. Endi shoshilib ketayotgandim, orqadan videoga qo'yib yuborishganda. Hududlarda o'tkazilayotgan tekshiruv tadbirlari davomida aniqlangan qoidabuzarliklar. Ishonch qog'ozsiz transport vositasini boshqarilganligi aniqlandi. Transport vositasi qidiruv holati qo'yilganligi aniqlandi. Tegishli ruxsatnomasiz mayoqcha o'rnatib olganligi aniqlandi. Haydovchilik guvohnomaga ega bo'lmasdan turib transport vositasini boshqarganligi aniqlandi. 25 may so'nggi qo'ng'iroq tadbiri davomida o'tkazilgan chora-tadbirlar. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida dayjestida tanishtirib o'tamiz. Dastur an'anasiga ko'ra, dastlab ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida bir guruh qoidabuzar haydovchilar xavfli manyovrlar bilan boshqa transport vositalarining harakatiga qasddan to'sqinlik qilib, o'z yo'nalishida harakatlanish bo'lagini sababsiz keskin ravishda o'zgartirib, yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsiz harakatlanishiga tahdid soluvchi xatti-harakatlarni sodir etib, ushbu harakatlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishgan. Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, sud organiga yuborildi. Shu o'rtamiz so'yida guruh bo'lib kortejda yurdik, qilgan ishimizdan pushaymonmiz, qaytarilmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudi tomonidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasi 2-qismi bilan 5 baravar miqdorida jarima, 128 prim 10 moddasi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravar miqdorida jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 10 2-qismi bilan 33-moddani qo'llagan holatda 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Xorazm viloyati Urganch shahridagi avtomobil yo'lida Nexia va Cobalt rusumli avtomashina haydovchilari avtomobil yo'lini to'sib qo'yib, boshqa transport vositalari esa guruh-guruh bo'lib harakatlanib, boshqa harakat ishtirokchilarining erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilib, yo'l bezoriligini sodir etishgan. Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan barcha avtomashinalar aniqlanib, haydovchilarga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi prim 10 qismi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, bergan tartibda avtomashinalar jarima maydoniga qo'yildi. Belgilanmagan joyda to'xtab turib yo'lni ilgansiz. Nima sabab bo'ldi bu qoidabuzarlik sodir qilishingizga? To'y jo'ramiz to'yinda. Mumkinmi to'yda shuni qoidabuzarlik sodir qilish? Mumkin emas, a? Hozir o'zingizga to'g'ri qilsa chiqarib oldingizmi? Belgilangan tartibda yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan qilgan qoidabuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. O'rta haydovchisiga nisbatan avtomashina vaqtinchalik belgilangan tartibda jarima maydoniga qo'yib turiladi. O'zingiz bir izoh bering, nima sababdan bu qoidabuzarlik sodir qildingiz? To'yda birinchi navbatda shohga ketib qo'ydik. Ommaviy axborot vositalarini kuzatasizmi? Necha marotaba ogohlantirganimizni bilasiz-a? Shunga qaramasdan qoidabuzarlik sodir qilib turibsiz. Kimga tegishli bu avtomashina? O'zimniki vaqti og'am mazunda. Og'angiz adinda? Hozir ushbu to'y marosimlarida yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzganligingiz yuzasidan yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositangiz vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga qo'yib turiladi. Bundan keyin yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalariga tahdid soluvchi guruh bo'lib harakatlangan transport vositalari aniqlanib, qonuniy chora ko'rilishi ta'minlandi.
yo'l harakati qoidalari yagona tartibda tasdiqlangan va unga barcha birdek amal qilishi lozim. Joriy yilning 16-may kuni yo'l harakati qoidalariga tahdid soluvchi guruh bo'lib harakatlangan transport vositalari aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan tegishli tartibda qonuniy chora ko'rilib, transport vositalari haydovchilariga belgilangan tartibda profilaktik tushuntirishlari olib borildi. Avtomobil yo'llari o'yin maydoni emas. O'zingiz va o'zgalarning xavfsizligiga befarq bo'lmang. Ushbu transport vositasi haydovchisi esa avtomashinasini mana shunday qayta jihozlab harakatlangan. Nima sababdan buni qayta jihozlab qo'yibsiz? Bugun shahrda o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davomida ushbu Nexia rusumli transport vositasidan foydalanish qoidalarini ko'p tarzda buzib, ya'ni chiroqlarida qayta jihozlanganligi aniqlandi va belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Endilikda ushbu transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirilmoqda. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilarimizdan, ayniqsa haydovchilarimizdan yo'l harakati qoidalariga va transport vositasidan foydalanish tartib-qoidalariga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Endi e'tiboringizni haftaning eng shov-shuvli xabarlaridan biriga qaratamiz. Namanganda avtomashinasini rul chambaragida osh yeb boshqargan, bu ham yetmaganday avtomashinaga konditsioner o'rnatib olgan haydovchining harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'ldi. Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan zudlik bilan ijtimoiy tarmoqning qo'shtirnoq ichidagi ushbu qahramoni aniqlanib, jazo muqarrarligi ta'minlandi. Tog'amda bormani dammas minish sang dammas super salon keremas. Ijtimoiy tarmoqlarda obro' qozonaman deb yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini pisand qilmaydigan ayrim shaxslar afsuski keng auditoriyani jalb etish evaziga o'z harakatlari bilan boshqalarga yomon o'rnak bo'layotganini anglab yetmayapti. Yaqinda bir bloger tomonidan sodir etilgan qator qoidabuzarliklar jamoatchilik e'tiboriga tushdi. U Damas rusumli transport vositasi rul chambaragi oldida tovoqdagi oshni iste'mol qilayotganini namoyish etib, buni videoga olib ijtimoiy tarmoqlarda keng targ'ib qildi. Bu esa nafaqat xavfsizlik qoidalarini mensimaslik, balki transport boshqaruvida eng asosiy talab, e'tibor va hushyorlikni butunlay yo'qqa chiqarganini anglatadi. Shu bilan kifoyalanmay, ayni shu avtomashina ustiga ofis va xonadonlar uchun mo'ljallangan yirik hajmli konditsioner o'rnatilib, shaharning gavjum ko'chalarida harakatlangani yana bir bor haydovchining nafaqat o'ziga, balki atrofdagilarga ham xavf tug'dirganini ko'rsatadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Damas avtomashinasiga konditsioner ustanovka qilib turib, ko'chada harakatlandi. Bu narsa qonun buzilishiga sabab bo'ldi. Namangan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan bu narsaga menga yaxshilab tushuntirishlar olib berildi. Bu qilgan xatoyim qonunni buzishga va bu narsa jarimaga sabab bo'lishini aytishdi va mashinaning jarima maydoniga olib kelindi. Hozir mashinaga jarima rasmiylashtirildi, jarima bayonnomalar to'g'ri tuzildi. Mashinani o'zini zavodskiy holatiga qaytardi. Bu narsani qilishni yoshlarga bu narsani taklif qilmaymiz, buni targ'ib ham qilmaymiz. Qaytib bunaqa ishlarga umuman qo'l urilmaydi. Yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, o'zining sodir etgan bir nechta huquqbuzarliklarini ijtimoiy tarmoqlarda namoyishkorona oshkor qilgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 3-qismi hamda 125-moddasi 5-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha jarima maydoniga joylashtirildi. Shunisi achinarliki, ushbu bloger bu kabi xatti-harakatlarning xavflilik darajasini yaxshi bilgan. Balki u bunga nisbatan chora ko'rilishini ham kutgandir. Sababi bunday kutilgan shovqin ortidan yangi kuzatuvchilar orttirish, hayp ortidan quvayotgan blogerlar uchun oddiy holga aylangan. Ammo bu yengil yondashuv ortidan yosh, tajribasiz bolalar ushbu harakatlarni takrorlasa-chi, bu holatning oqibati qayg'uli yakun bilan tugashi mumkin. Yodingizda tuting, aqli raso, mas'uliyatli inson o'zini ham, boshqalarni ham xatarga qo'ymaydi. Blogerlik bu qonunlarni pisand qilmaslikni xalqqa ko'z-ko'z qilish emas, balki ijobiy o'rnak bo'lish majburiyatidir. Shuningdek, hafta davomida Termizda tunda aholi tinchligini buzib, shahar ko'chalarida drift uyushtirgan haydovchilarga nisbatan ham qonuniy chora ko'rildi. So'nggi vaqtlarda ayrim yoshlar tomonidan transport vositasini boshqarish chog'ida o'zining xulq-atvorini harakatlarida namoyish etib, yo'llarda boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit berish bilan bir vaqtda o'zini va o'zgalarning ham hayotiga xavf solib, ushbu harakatlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylash urf bo'lmoqda.
Termiz shahrida ham Cobalt hamda Mercedes-Benz rusumli transport vositalari haydovchilarining sodir etgan yo'l bezoriligi xodimlar tomonidan aniqlanib, tegishli choralar ko'rildi. Men 28-aprel kuni do'stlarim bilan Indinning yonida ozroq sho'xlik qilib, drift qildim. Qilgan ishimdan juda pushaymonman, afsusdaman. Menga o'xshagan haydovchilar oqibatida yo'llarda transport hodisalari sodir bo'layotgan ekan. Mana shunday harakatlar sizga nima beradi? Nima sababdan shunday belgilanmagan, noqonuniy, mumkin bo'lmagan bezoriliklarni sodir etadi? Shuda jo'ralarim ko'rganiga ko'rdim. Qonunchiligimizda transport vositalari bilan o'sha avtomobil yo'llarida, shahar ko'chalarida har xil ko'rinishdagi qo'pol manyorlar qilish, driftlar, tryuklar qilish taqiqlanadi. Sizga nisbatan hozir men yuqorida aytgan javobgarlik moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Shu huquqbuzarlikni boshqa sodir etmaysiz. Oqdaryo tumani ko'chalari bo'ylab nikoh to'yi marosimlarida qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib harakatlangan uchar shovvozlarga nisbatan qonuniy tartibda choralar ko'rib berilmoqda. Ushbu qoidabuzar haydovchilar harakat davomida oldi orqa davlat raqam belgilarini o'z boshimchaligi bilan yechib, transport vositasini oldi qismiga yalt etib yonuvchi turli ko'rinishdagi mayoqchalar o'rnatib olib, hamda transport vositasini oyna qismlaridan tana qismlarini chiqarib olib, harakat davomida transport vositasining yo'nalishini keskin o'zgartirib, qo'pol qoidabuzarliklar sodir etgan holda yo'l bezoriliklarni sodir etib, ijtimoiy tarmoqlarga video lavhalarni joylagan. Haydovchilarga nisbatan qonuniy tartibda choralar ko'rilib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bu adashgan holatda chiqib qoldi. Oxiri yaxshi bo'lmasligini tushunib yetdim. Qolgan haydovchilarga shunday maslahat beramanki, bunaqa tana qismlarini chiqarmasdan, qoida buzmasdan to'g'ri yurishlarini tavsiya qilaman. Ikkinchi bu holat takrorlan bo'lmaydi. Qoidani buzmasdan to'g'ri yuramiz. O'rtog'im to'yida ertaga mashinani qo'pol ravishda haydab, yo'l qoidasini buzibman, qilgan ishimdan pushaymonman. Endi uzr so'rayman, bilmasdan xatolik qilib qo'yibman. Boshqa bu ishni takrorlamaslikka va'da beraman. Jo'ram to'yida shu xulosa qildim, shu qilgan ishimni keyin xodimlar tushuntirib berishdi, bu ikkinchi qaytarilmaydi. Haydovchilar davlat raqamini yechishni tavsiya qilmayman. Qiziq qo'ygandek, boshqa qaytarilmaydi. Kelgan joyimiz stengagacha bo'ldi-da. Boshqa bu holat takrorlanmaydi, uzr so'rab qolamiz. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qora rangli Gentra hamda Vazigenlar 03 rusumli transport tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik yuzasidan Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli ravishda o'rganishlar olib borildi. Ushbu o'rganishlar davomida ushbu huquqbuzarlik sodir etgan fuqarolarning shaxsiyatiga oydinlik kiritildi va ushbu transportchilar tegishli tartibda amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasiga asosan jarima maydonchalariga joylashtirildi. Shuningdek, ushbu huquqbuzarlik sodir etgan haydovchilarga nisbatan esa amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-10-moddasiga asosan 128-10-moddaga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Endilikda ushbu ma'muriy ish materiallari hududiy jinoyat ishlari bo'yicha sud organlariga yuboriladi. Biz kecha 11-may kuni shu to'yga chiqqanmiz, Keyon akaga, shu Davlatobod tumanida yangi yuksalish yo'lida har xil ilon izlari qilib, har xil manyuklar qilinganimiz uchun o'sha ko'plab muhokalamaga sabab bo'ldi. Ko'pchilik fikr bildirgan ekan. Shu ishimizda afsusdamiz, boshqa qilmaymiz. Sizlarga maslahat bermaymiz qilishingni. Bizga yo'l patrul xodimlari chiroyli tushuntirish berishdi, boshqa bu holat takrorlanmaydi, boshqa bunaqa har xil anaqa manyuklar qilmaymiz. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda avtomashinaning bir g'ildirak balonini olib tashlab boshqarilganligi holatlari urfga aylanib bormoqda.
Dastlab Toshkent shahrida, keyinchalik respublikamizning boshqa hududlarida ijtimoiy tarmoq vakillari tomonidan ushbu holat takrorlanib, layk va obunachilar sonini ko'paytirish maqsadida bo'lishmoqda. Ijtimoiy tarmoq faoli tomonidan qator qoidabuzarliklar sodir etgan holati jamoatchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. U o'zining Cobalt rusumli transport vositasi bilan orqa g'ildiraklardan birini yechgan holda, bundan tashqari markaziy ko'chalarda o'zboshimchalik bilan davlat raqam belgisini yechgan holda 3 ta g'ildirakda transport vositasini harakatlanishga majbur etganligi nafaqat o'zi, balki atrofdagilarga ham xavf tug'dirib, bu ham kamlik qilganday bu holatni video tasvirga olib o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'ida keng targ'ib qildi. Bu esa nafaqat xavfsizlik qoidalarini mensimaslik, balki transport boshqaruvining asosiy talab, e'tibor va hushyorlikni butunlay yo'qqa chiqarganini anglatadi. Mazkur holat texnik va mexanik jihatdan transport vositasining normal holati harakatlanishiga juda katta xavf tug'diradi. Shunisi achinarliki, ushbu ijtimoiy tarmoq faoli o'zining ushbu xatti-harakatlarining xavflilik darajasini yaxshi bilgan, balki unga nisbatan chora ko'rilishini ham kutgandir. Sababi bunday holatlar ortidan yangi kuzatuvchilar orttirish maqsadida o'zi va o'zgalar hayotini xavfga qo'yib, har xil turdagi qoidabuzarliklar sodir etishi qanchalik to'g'ri? Hurmatli haydovchi, nima davlat raqam belgisi o'zboshimcha usullarda o'zgartirdingiz? Avtomashinani haydab avariya holatini yuzaga keltirdingiz. Nima sabab bo'ldi? Ijtimoiy tarmoqqa nima chiqarib nima qildingiz? Xatoligini o'zim ham bilmagandim. Uni qaytib takrorlanmaydi. Haydovchilarga nisbatan qanday? Bu ishni qaytib takrorlamasliklarini maslahat beraman. Eng xavfli holatlardan biri esa Nexia rusumli avtomobilning orqa g'ildiraklaridan biri olib tashlanib, mashina 3 ta g'ildirak bilan harakatlanishga majbur qilingani bo'ldi. Mazkur holat texnik va mexanik jihatdan transport vositasining normal holatda harakatlanishiga jiddiy putur yetkazadi. Shuningdek, ushbu 4 g'ildirakli avtomobilning M1 toifasiga mansubligi, ya'ni odam tashish uchun ishlab chiqarilganini hisobga olsak, bu harakat tormoz tizimining to'laqonli ishlamasligiga, burilishlar vaqtida avtomobilning ag'darilishi xavfi ortishiga olib keladi. Hurmatli fuqarolar, ushbu harakatlarni aslo takrorlamang. Avtomobil yo'llarida ushbu harakatingiz o'zingiz va o'zgalar uchun xavfli bo'lishi mumkinligini unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu transport vositalari haydovchilari svetoforning taqiqlovchi ishorasiga bo'ysunmasdan piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan fuqaroning hayotiga xavf solib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu avtomashina aniqlanib, haydovchiga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Siz nima sababga ko'ra chaqirganingizni bilasiz? Ha, bilaman. Mana ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakat qoidalarini qo'pol ravishda buzishingiz. Bir vaqt o'zida 2 ta qoidabuzarlik sodir etganingiz bo'yicha chaqirtirilgansiz. Shunaqa. Endi shu o'rinda sizga savol. Ushbu video kelishilgan holda olinganmi, atay olinganmi va nima maqsadda ushbu xatti-harakat o'zi qoidabuzarlik sodir etilgan? Endi shoshilib ketayotgandim, orqadan videoga qo'yib yuborishganda. Lekin orqangizdan videoga olgan odam menimcha begona odam emas. Chunki aynan sizni tasvirga olishini, sizni oldindan qoida buzishingizni bilmaydi-ku. Demak, sizni tanishingiz bo'lgan. Endi bilmadim. Men qimmat mashinada orqadan videoga kelib ketayotgan bo'lishi ham mumkin-da. Lekin mana shu aynan shu videoda biz ko'rishimiz mumkinki, piyodaga yo'l bermasdan va sizning ortingizdan harakatlangan transport vositasi xuddi shu kabi qoidabuzarlik sodir etgan. Albatta, ushbu transport vositasini ham boshqargan shaxsga, transport vositasiga aniqlik kiritamiz, unga ham qonun chorasini ko'ramiz. Lekin mana sizga savolda, piyoda o'tayotganini ko'ryapsiz. Siz o'ylamadingizmi? Qizil chiroqda harakatlanyapman. O'sha piyoda ham aynan siz qizil chiroqda to'xtaydi deb, u yashil chiroqda o'tayotgan bo'lgan. Agar oldinroq bo'lganda siz uni urib yuborishingiz mumkin. Shu xayolingizdan o'tmadimi? Xayolimdan o'tdi, endi o'shani shoshilib ketayotgandim-ku. Iloji yo'q vaziyat bo'lib qoldi, shuning uchun. Bugungi kunda sodir etilgan yo'l transport hodisalarini aksariyatni ham aynan haydovchidan shoshma-shosharligi yoki yo'l harakat qoidalarini qo'pol ravishda buzish ortidan bo'ladi. Mana hozir sizga qonun chora ko'rildi. O'zingizga tegishli xulosa chiqardingizmi? Ha, chiqardik. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida respublikamizning barcha hududlarida nazorat, reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Ishonch qog'ozsiz transport vositasini boshqarib yurganligi aniqlandi. Holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks tegishli bandlariga asosan hujjatlar rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi.
Qo'qon shahrida maxsus reyd tadbiri davomida ushbu avtotransport vositasi ishonchnomasi boshqarib kelayotganligi aniqlandi. Tegishli tartib ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydoniga joylashtirish ishlari olib borilyapti. Ushbu transport vositasi harakat davomida to'xtatib tekshirilganda transport vositasi qidiruv holati qo'yilganligi aniqlandi. Shu sababli vaqtincha jarima maydoniga saqlashga qo'yildi. Qo'qon shahrida maxsus reyd davomida ushbu trekker rusumli transport vositasini haydovchisini yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatib tekshirilganda haydovchining me'yoriy hujjatlari to'liq bo'lmaganligi uchun transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yildi hamda haydovchiga nisbatan o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qo'qon shahar hududida o'tkazilayotgan maxsus reyd tadbiri davomida davlat raqam belgisini yechib harakatlangan Spark rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilgan vaqtida transport vositasiga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisi transport vositasini yukxona qismiga joylashtirib yurganligi aniqlandi. Qo'qon shahri Sharof Rashidov ko'chasida Spark rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda transport vositasining old tomoniga tegishli ruxsatnomasiz mayoqcha o'rnatib bo'lganligi aniqlandi. Transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Qo'qon shahar reyd tadbiri davomida 40W578YB davlat raqam belgili Damas rusumli avtotransport vositasi to'xtatib tekshirilganda transport vositasi qidiruvda ekanligi aniqlandi va jarima maydoniga qo'yildi. Islom Karimov ko'chasidan 12 hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatildi. Haydovchilik guvohnomaga ega bo'lmasdan turib transport vositasini boshqarganligi aniqlandi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, ushbu tadbirlar davom etayotganligini ma'lum qilib, sizlarni yana bir bor ogohlikka chorlaymiz. Hayotimiz farovon, yo'llarimiz ravon bo'lib borayotganligi xalqimizning turmush tarzi tobora yuksalib borayotganligidan bir nishona. Hammamizga yaxshi ma'lumki, mamlakatimiz yo'llarida uzoqimizni yaqin qilayotgan transportlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Bunday murakkab harakat jarayonida ko'zlangan manzillarga eson-omon, ko'ngilsizliklarsiz yetib borish har birimizdan eng avvalo madaniyatli harakat ishtirokchisi bo'lishni talab etadi. Hozirgi kunda yo'llarda yo'l harakatini tartibga solish, fuqarolarimiz xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan tunu kun xizmat olib borilmoqda. Lekin shunga qaramasdan ayrim fuqarolar o'zi va o'zgalar hayotini xavfga qo'yib qilgan ishidan tegishli xulosa chiqarmasdan kelayotgani achinarli albatta. Joriy yilning 27-fevral kuni Qarshi tumanida yashovchi fuqaro o'zining boshqaruvidagi avtotransport vositasini avtomashina boshqarish huquqi bo'lmasa-da, Qarshi tumani Beshkent shahar hududi bo'ylab boshqarib ketayotib, yo'l belgisiga amal qilmaganligi uchun yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatilgan va og'zidan alkogolli ichimlik hidi kelib turganligi sababli belgilangan tartibda tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan. Alkotester moslamasi orqali tekshirilganda haydovchining og'zidan chiqarilgan havodagi etanol bug'lari konsentratsiyasi ko'rsatkichi 0,498 mg ni tashkil etadi. Haydovchining harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 2-qismida hamda 135-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari borligi sababli unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi belgilangan tartibda jarima maydoniga joylashtirilgan. Mazkur ish hujjatlari jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilib, 18-martdagi qarorga ko'ra aybdor deb topilib, unga nisbatan 15 sutka muddatga ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Fuqaro o'zining bu harakatlaridan tegishli xulosa chiqarmasdan bu kabi salbiy harakatlarni davom ettirib, 2025-yilning 1-may kuni boshqaruvidagi transport vositasini avtomashinada boshqarish huquqi bo'lmasa-da, Qarshi tumani Beshkent shahar hududi bo'ylab boshqarib ketayotib, 2 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ro'parasidagi svetofor qurilmasini avtomashinasi bilan urib yuborib, yo'l transport hodisasini sodir qiladi. Hodisa joyiga chiqqan Qarshi tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektori serjant Tangriyev tomonidan shu kuni o'zida haydovchining og'zidan alkogolli ichimlik hidi kelib turganligi sababli belgilangan
tartibda tibbiy tekshiruvdan o'tkazilganda haydovchining og'zidan chiqarilgan havodagi etanol bug'lari konsentratsiyasi ko'rsatkichi 0,967 milligramni tashkil etadi. Xabaringiz bor, 2025-yil 20-fevral kunidagi yo'l harakati xavfsizligi tizimini takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi 1033-sonli qonuni qabul qilindi. Qonunga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 261-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari borligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 345-moddasi talablariga ko'ra qonuniy chora ko'rishlik uchun Qarshi tumani ichki ishlar bo'linmasi tergov bo'limiga to'plangan ish hujjatlari yuborildi. Jinoyat kodeksining 261-moddasi 1-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganligi uchun 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilinib, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatishlar yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Jinoyat kodeksining 261-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlik uchun 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilib, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatishlar yoki 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Hurmatli fuqarolar, o'z taqdiringizga befarq bo'lmang. Bir lahzalik ayshu ishratga berilib, o'z kelajagingizni barbod qilmang. 2025-yil 20-fevral kunidagi yo'l harakati xavfsizligi tizimi takomillashtirilish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirish kiritish haqidagi 1033-sonli qonunga asosan haydovchining harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 261 moddasi 2-qismida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari borligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 345-moddasiga ko'ra haydovchining harakatlarida jinoyat alomatlari aniqlanganligi sababli Qarshi tuman ichki ishlar bo'linmasi tergov bo'limiga yuborildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 261-modda 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Haydovchilarning bu xatti-harakatlarini sodir etishdan o'zlari va o'zgalarning hayotiga befarq ekanliklari ko'rinadi. Qabul qilinayotgan qonunlar albatta inson manfaatlari uchun. Tushunamizki, fuqarolar, harakat ishtirokchilari xavfsizligi yo'lida o'tkazilayotgan bu muhim tadbirda barcha faol ishtirok etib, uning samaradorligini oshirishga o'z hissalarini qo'shadi. Zero gap insonlar hayoti, ularning taqdiri haqida ketar ekan, biz ham hushyor bo'ling deymiz aziz fuqarolar. Uydan chiqqan inson borki, talablarga amal qilib, uyiga, oilasi bag'riga sog'-salomat qaytishi nasib etsin. Bu xayrli ishga hammamiz birgalikda kamarbasta bo'laylik. Hafta davomida Buxoroda yo'l-patrul xizmati xodimiga pora taklif qilgan fuqaro qo'lga olindi. Joriy yilning 11-may kuni G'ijduvon tumanining Ulfat Bibi mahallasi hududida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmat olib borayotgan yo'l-patrul xizmati xodimlari ushbu tumanda yashovchi 1978-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvida bo'lgan Matiz rusumli avtomashinaning hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatganlarida haydovchining spirtli ichimlik ichgan mast holatda ekanligi ustiga ustak avtomashinani boshqarish huquqini beruvchi hujjatlari ham yo'qligini aniqlaganlar. Shu sababli haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib avtomashinasi jarima maydoniga joylashtirilayotgan vaqtida huquqbuzar avtomashinani jarima maydoniga joylashtirmaslik va ma'muriy bayonnomani bekor qilish evaziga qonuniy vazifasini bajarayotgan xodimga pora taklif qiladi. Xodimning bir necha bor uni ushbu jinoiy qilmishdan qaytarishiga bo'lgan harakatlari samarasiz ketgach, uning bildirgisi asosida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Buxoro viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qoidabuzar haydovchi xodimga 500 AQSh dollarini pora tariqasida berayotgan vaqtida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'quvchi yoshlarimiz orziqib kutgan 25-may so'nggi qo'ng'iroq bayramiga ham yetib keldik. Bayramni ko'ngildagidek o'tkazish maqsadida Ichki ishlar vazirligi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan chora-tadbirlar belgilandi.
Ma'lumki, o'quv yilining tugashi munosabati bilan har doim muhim masala o'rtaga tashlanadi. Siz anglaganingizdek joriy yilda ham ushbu masalaga yana qaytildi. Biroq bu gal oldingilaridan ko'ra mas'uliyat yanada oshgan. Chunki transport vositalari hamda aholi sonining ortib borishi profilaktik tadbirlarni sifat jihatdan va har tomonlama keng qamrovli olib borishni talab etmoqda. Shu sababli Navoiy shahridagi 13-sonli maktabda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarni ko'ngilli o'tkazishni ko'zda tutgan holda ota-onalar bilan uchrashuv tashkil qilindi. Unda so'zga chiqqanlar avvalambor o'quvchilar transport vositalarini boshqarmasliklari, bunda ota-onalar yanada mas'uliyatli bo'lishlari, o'g'il-qizlarni nazorat qilishlari alohida ta'kidlandi. Tadbir ishtirokchilari ogohlikka chaqirilib, o'tgan yillarda sodir etilgan ko'ngilsiz holatlardan tegishli xulosa chiqarishlari maqsadga muvofiq ekanligi uqtirildi. Eng global muammolarimizdan biri bu maktab o'quvchisi avtomashina boshqarishi. O'quvchilar avtomashina boshqarib poyga o'ynashlari, yo'l bezoriligi va boshqa qo'pol qoidabuzarliklar sodir etishlari, shuningdek, mazkur xatti-harakatlari avtohalokatga sababchi bo'lishi kuzatilganligi tahlillar asosida misollar bilan keltirib o'tildi. Bugungi bo'lgan tadbirdan juda katta xulosa chiqardik. Juda yaxshi tashkil bo'libdi. Albatta, shu bo'layotgan voqealar sababchisi ko'pchilik ota-onalar. Bolalarni erkalatish maqsadida berilgan avtomashinalar hisobida avariyalar ko'p bo'lyapti. Shular oldini olishga bu katta ko'rgazma bo'ldi sizlardan. Uchrashuv davomida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini sog' va salomat o'tkazish, shuningdek kelgusida farzandlari jamiyat uchun kerakli insonlar bo'lib yetishishlari uchun ularning ta'lim va tarbiyasiga e'tibor qaratish, bunda hamkorlikda olib boriladigan ishlar yuzasidan ham o'zaro kelishib olindi. Bugun maktabimizda hamkor tashkilotlar, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan ota-onalarimiz ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Mas'ul xodimlar tomonidan ota-onalarga, o'quvchilarga dolzarb 90 kunlik davomida bo'lib o'tadigan tadbirlar to'g'risida tushunchalar berib o'tildi. Unda o'quvchilarning xavfsizligi, farzandlarimizning yozgi ta'til davridagi o'zini tutish to'g'risidagi qonun qoidalarni o'rgatib o'tishdi. O'ylaymanki, mana shu bugun o'tkazilgan tadbir ko'pchilik ota-onalarimizni ko'zini ochadi. O'quvchilarimizga tushuntirish ishlari olib boryapmiz, lekin ota-onalar bilan ishlash bizga juda ma'qul va yaxshi natija beradi, samara beradi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnozira Javva tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tunu kun har qanday ob-havo sharoitida xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini aslo unutmang. Hafta davomida sizlarga a'lo kayfiyat, xavfsiz va ravon yo'llar hamroh bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.